Yana bir yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun ajoyib kitob tayyor bo'ldi, mashg'ulotlar kitobi. Xo'p, bu yerda sanashni o'rganamiz, lipichkali varianti. Bu yerda shakllarni rangiga moslab joylaymiz. Bunday mashg'ulotlar bolani aqliy jihatdan rivojlantiradi, fikrlashini oshiradi, zehnini o'tkirlashtiradi. Eng qizig'i diqqatini jamlaydi. Bir yerda bola o'tira oladi. Xo'p, bu yerda rangli muzqaymoq, ranglar ustiga muzqaymoqlarni qo'yib chiqish kerak. Bunda bola fikrlashi oshadi. Xo'p, keyingisi meva va sabzavotlarni ajratadi. Bir tarafga mevalar, bir tarafga sabzavotlar qilib. O'yin davomida bularni nomini ham o'rgatib ketsanglar, bolalarga so'z boyligi oshadi. Xo'p, keyingisi nonushta tayyorlaymiz. Bu yerda bola o'zi xohlaganda nonushta tayyorlaydi. Xo'p, hayvonlarni hammasini chiqarib olamiz va qaysi hayvon qayerda yashaydi, bolalar buni qo'yib chiqishlari kerak. Keyingi mashg'ulotimiz o'z soyasini topamiz, tozalikka rioya qiladi. Bu yerda bolalarni poklikka o'rgatiladi. Xo'p, narsalarni rangli idishlarga rangli ajratib qo'yib chiqadi. Bu yerda maqsad ranglarda va so'zlarda yozilish. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Xo'p, hozirgi eng katta muammo bu bolalarda shirinlikka juda ham o'chligi. Bu yerda sog'lom tish, nima esa sog'lom tish bo'ladi, nima esa nosog'lom tish bo'ladi. Shuni bolalarga o'rgatiladi. Xo'p, fasllarga qarab ularni narsalari joylashtirib chiqiladi. Xo'p, bu yerda puzzle ketadi, yarim bo'laklarini topadi bola. Xo'p, yana fikrlantiruvchi o'yin. Bu yerda bola hayvonlarni tanasiga qarab bola qo'yib chiqishadi. Xo'p, bu yerda hayvonlar nima yeydi? Shu haqda o'rgatiladi. Qiz bolalar va o'g'il bolalar uchun tana a'zolari o'rgatiladi. Xohlasangiz rus tilida, xohlasangiz ingliz tilida yoki shunchaki o'zbek tilida avval o'rgatib olinadi. Xo'p, bu yerda o'g'il bola va qizlarni kiyintirish, bunaqa mashg'ulotlar bolalarning eng sevimli mashg'ulotlari hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Shu bilan kitobimiz tugadi. Bolalar uchun juda ham manfaatli, qiziqarli, o'yin tarzida va telefonlardan, gadjetlardan o'rnini bosadigan kitob bo'ldi.